Okay guys, birinchi o'rinda sizlar collocations haqida tushuncha olib olishinglar kerak. Collocations o'zi nima? Collocations bu bir so'zni yodlagan bo'lsangiz, u so'z bilan odatda, tabiiy hayotda birgalikda keladigan sherik so'zlarini collocations deyiladi. Masalan, bizda drink so'zi bor, to'g'rimi? Drink so'zi ichmoq bo'ladi, to'g'rimi? Ichmoq. Endi nimani ichamiz biz hayotda, to'g'rimi? Biz hayotda choy ichamiz, suv ichamiz, qanaqadir gazlangan suvlarni ichamiz, to'g'rimi? Endi drink bilan birgalikda keladigan drink tea bo'ladi, to'g'rimi? Drink tea. Endi drink green tea. Ko'k choy ichmoq, to'g'rimi? Keyin yana drink carbonated water. Carbonated water degani bu gazlangan ichimlik. Gazlangan ichimlikni ichmoq. Bu drink bilan birgalikda keladigan mana shunaqa so'zlar bilan aytilsa, collocations deb aytiladi. Endi men sizlarga o'rgatib qo'ymoqchi bo'lgan usulim shuki, siz kitobingizda yangi so'zlarni yodlayapsiz, qiynalyapsiz, to'g'rimi? Hop, buning uchun biz kitobdagi so'zlarni rasmga olasiz yoki telefonda bo'lsa screenshot qilasiz. Screenshot qilib Gemini yoki ChatGPT bo'lsa telefoningizda shunga tashlaysiz. Men ko'proq Gemini'dan foydalanaman, chunki Gemini limitsiz ishlaydi. Ko'p rasm tashlasangiz ham vaqt soatli qilib qulflab qo'ymaydi. Gemini yaxshi. Okay. Bu joyga give me collocations for these words deb turib aytasiz. Sizga Gemini to'liq shunaqa so'zlarni sherigilarni bilan birgalikda tuzib chiqarib beradi. Okay, birinchi o'rinda act naturally. Tabiiy harakat qilish. Act wisely. Aql bilan harakat qilish. Act on behalf of someone. Kimdir tomonidan harakat qilish. Okay? Bizda act wisely degan so'z turibdi. Aql bilan harakat qilish. Hop, biz birinchi o'rinda mana gap tuzamiz shunga. While, okay, when you graduated high school, you need to act wisely in applying for universities. Right? Qachonki maktabni bitirganingizda siz universitetga topshirishda aql bilan harakat qilishingiz kerak. Bizga act wisely degan so'zini collocations qilib chiqarib berishdi. Act wisely, aql bilan harakat qilmoq. Natijada siz so'zlarni har xil ma'nolarini yodlab olasiz. Bilsangiz, har bir so'zni 2 xil, 3 xil ma'nolari bo'ladi. Bu 2 xil, 3 xil ma'nolarni shu bilan birgalikda yodlab ketishingiz mumkin bo'ladi. Okay, keyingisi yana bir ikkita ko'raylik. Advertise degan so'z turibdi. Advertise a product. Product so'zini bilsangiz, kommentga yozib qo'ying. Product so'zi mahsulot degani, mahsulot. Biz advertise so'zini yodlaganimizda tabiatan esimizga mahsulot so'zi kelmaydi, agar biz grammatika o'rganayotgan bo'lsak. Chunki IELTSda o'rganayotgan o'quvchilar kelishi mumkin, chunki u so'zlarni majburan yodlaydi. Advertise reklama qilmoq bo'lsa, advertise a product. Mahsulotni reklama qilmoq.
Men bitta o'quv markazida o'qib, 5 etap o'qib chiqib ketganman, boshqa joyga o'tganman. Shu boshqa joyda menga shu collocations orqali gaplarni tuzishi, collocations qilib turib yodlashi, readingdan bitta so'zni o'zi emas, ba'zida shunaqa 2 ta 3 ta so'zlarni ma'nosi bir xil bo'lgan so'z qilib chiqarib qo'yadi. Shunaqa qilib turib yodlansa, ustozimiz o'rgatganlar, ham speakingingiz tabiiy ravishda oshadi. Tabiiy ravishda deganda, xuddi inglizlar bitta so'zni ikkinchi so'zga urushtirib ketishi, masalan, to'g'ri gapirib ketishi, tabiiy gapirishi, tez gapirishi mana shunaqa collocationslardan sabab bo'ladi. Okay, yana bitta ko'raylik. Mana advertise a job vacancy. Job vacancy degani vakansiya deymiz-ku o'zbek tilida biz ham. Ish vakansiyasi. Bo'sh ish o'rni degan ma'noda. Endi advertise a job vacancy. Yangi bo'sh ish o'rnini reklama qilmoq. Okay? Bu bilan birgalikda siz yangi so'z o'rganyapsiz. A job vacancy. Advertised a job vacancy. Bunaqa qilib gap tuzishimiz mumkin. Agar siz birorta kompaniyada ishlayotgan bo'lsangiz, kompaniyangiz boshlig'i yangi ishlarni taklif qilishni boshladi. Plakatlarni ilindi. Shuni aytasiz, siz kimgadir aytib beryapsiz. My boss advertised a new job vacancy. Do you want to work in our company? Deb turib, kim bilandir gaplashyapsiz. Meni boshlig'im yangi ish o'rnini reklama qilishni boshladi, reklama qildi. Sen ham meni ishxonamda, meni kompaniyamda ishlashni xohlaysanmi? O'zi bilsangiz, ikkita gap bir xil bo'lib chiqib kelyapti. Nima desamki, bir matn kabi bo'lib chiqyapti. Shuni siz o'rganishingiz kerak, okay? Xo'p, yana bir marta tushuntirib o'taman qisqacha. Yodlayotgan kitobingizdan fe'l yoki aralash-qurlash so'zlar bo'lsa ham screenshot qilasiz yoki telefonda rasmga olasiz. Google ga tashlaysiz. Give me collocations this for these words. Mana bot bizga, AI bizga yangi so'zlarni birgalikda ishlatiladigan collocationslarni bilan chiqarib beryapti. Behave well. O'zini yaxshi tutmoq. Behave badly. O'zini yomon tutmoq. Behave professionally. O'zini professional, bilag'ondakka tutmoq. Okay? Mana bite so'zi bor, tishlamoq so'zi. Bite your nails. Tirnoqni tishlamoq. Endi kimgadir siz gapirmoqchi bo'lsangiz, kimdir tirnog'ini tishlab turibdi, bu ziyon bo'ladi inson uchun. Shuning uchun siz gapirasiz. Don't bite your nails. Tirnoqlaringni tishlama deb turib gapirib qo'ydingiz. Endi bite your nails. Bu yangi lug'atga qo'shildi. Va bite so'zini ham yodlayotgan bo'lsangiz, bite so'zi o'zi haligi fix bo'lib, kuchli bo'lib lug'atingizda qoladi bu. Okay, agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoni tagiga savollaringizni kommentariyaga yozishingiz mumkin va videoga imkon qadar like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, shu videoni boshqa do'stlaringizga ham ulashib qo'yishingizni so'rab qolaman.